Vinicius Junior katta sahnada yana o'zini ko'rsatdi va Benficaga qarshi o'yinda ajoyib gol urdi. Odatdagidek u quvonchini burchak bayrog'i yonida raqs qilib nishonladi. Ammo bu safar stadiondagi muhit keskin o'zgardi. Mahoratini olqishlash o'rniga tribunalar va raqib futbolchilari qattiq dushmanlik bilan javob qaytarishdi. Vaziyat yanada keskinlashdi, chunki raqib o'yinchilaridan biri unga nisbatan irqiy haqorat qildi. Vinicius darhol bu haqda hakamga xabar berdi va haqorat qilgan shaxsni ko'rsatdi. U o'z xattini himoya qilishga harakat qildi, ammo oxirida maydonni tark etib, zaxira o'rindig'ida ruhan tushkun holda o'tirdi. Futbol jamoatchiligi bu adolatsizlikni darhol payqadi. Minglab kilometr uzoqlikda Neymar Junior Santos safida maydonga tushdi va ajoyib gol urdi. Keyin u ham aynan Vinicius qilgan raqsni takrorladi. O'yindan keyingi intervyuda Neymar bu harakat Viniciusga bag'ishlanganini aytdi. U butun dunyoga bir narsani ko'rsatdi. Uning